Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, chegirmali narxlardan boxabar bo'lmoqchi bo'lganlar. Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy rasmiy litsenziyaga ega. Qonuniy umra safariga barchalaring taklif qilamiz. Bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, hisob raqamlarimizga bank orqali to'lovlarni amalga oshirib, qizil pasportlaring tashlab, o'zlaring joylaring bron qilsalaring bo'ladi, yoki-da aytib o'tgan manzilimizga tashrif buyurib, hisobchilarimizga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirsalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa, bizda standart hamda komfort paketlarimiz bor. Standart paketlarimiz deyarli mavjud bo'lsa, komfort paketimiz har 15 kunda bir tashkillashtiriladi. Standart paketimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tay. Birinchi, Madina Munavvarada 100 metr, 200 metr, 300 metr, 400 metr oralig'idagi gastitsalar. Makka Mukarramada esa Malak Al Safa 1,5 kilometr, Number 1 Hotel 1,6, Aldera 1,7, uzog'i borsa 1,7 chiqadi, chunki men o'zim Alderada yashab, haram stayankasidan urib ko'rganimda 1,7 karta ko'rsatdi. Endi xudo xolasa, mana shu oralig'idagi gastitsalar bizda yonma-yon 3 ta gastitsa bor. Xudo xolasa, qaysi birini avtobusi bo'lsa bemalol cheketaverasizlar. Avtobusdan muammo bo'lmaydi. 3 ta avtobus, 3 ta gastitsa, 2 tadan 6 ta avtobusi bor. Xo'p, endi stayankasini ko'pchilik so'raydi. 3-hammomdan o'ngga burilib chiqqanlaringda 200 metr yurmaysizlar. Xudo xolasa, parkovkasi keladi. Parkovkasi ham juda ham qulay. Xudo xolasa, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqori tajribaga ega bo'lgan malakali 50 boshlarni inshaalloh mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Xudo xolasa, bundan tashqari yana bizga asosiy keladigan savollar ziyoratlar. Madina Munavvarada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharifga 100% tashrif, Xurmo bog'i va Qiblatayn masjidi, shu qatori Madinada ziyoratlar. Inshaalloh Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arafat maydoni, inshaalloh undan tashqari Hiro g'ori, Savr g'ori, shu qatori ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohati va Qizil dengiz sayohatidan so'ng esa albatta Toyif shahriga xohlovchilarnigina ikkinchi marotaba umra qilishlikka tavsiya qilib qolamiz. Chunki yosh kattalar qiynaladi, umra qilishga ikkinchi marotaba kuch-quvvat yetmaydi. O'shaning uchun yosh kattalarga tavsiya qilmaymiz, lekin yosh Toyif shahrini borib ko'raman deganlarga juda ham chiroyli taklif. Bizning standart paketimiz inshaalloh standart plus. Ziyoratchilarimiz xursand, ziyoratchilarimiz mamnun. Bizdan borib kelganlar qarindosh urug'lariga tavsiya qilishyapti, yana bizga aloqaga chiqishyapti. Misol ko'pchilik bo'lib umra safariga borishyapti. Inshaalloh aziz obunachilar, biz xalqimizni rozi rizoligi uchun chiroyli sharoit yaratib, ularning duosini olishga harakat qilamiz. Biz Centrum Holidays xudo xolasa mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lamiz. Bizda Farg'ona Madina yo'nalishida 10-yanvar sanasiga chegirmali $995 chegirmamiz bor. 14, 17, 21, 24, 25, 31-yanvar sanalari Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz $1025. Namangan Jidda yo'nalishida 11-yanvar sanasidagi reysimiz $995. 18-26 Namangan Jidda yo'nalishida reyslarimiz $1025 qilib belgilangan. Xudo xolasa aziz obunachilar, juda ham chiroyli sharoitlar, inshaalloh juda ham chiroyli 50 boshlar, gastitsalarimiz ham inshaalloh manzur keladi sizlarga. Ziyoratchilarimiz xursand va mamnun. Bu standart paketimizning sanalari, narxlari, sharoiti. Komfort paketimiz inshaalloh Madina Munavvarada Divan Al Hijra nomli gastitsamiz. Bu 100 metr, 150 metr. Makka Mukarramada Ibrohim Halil Manazil Al Hur nomli gastitsa, inshaalloh birdan jichcha o'tar masofadagi gastitsa. Madina Munavvarada 3 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Albatta sizlarga yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshi O'zbekistondan birga olib, birga olib boradi. Birga borasizlar, birga qaytasizlar. Mana 13-ga
xuddi shunaqangi paket qiluvdik, joylarimiz to'ldi, joylarimiz qolmadi. Kerak bo'lsa ikkita oshiqcha odam bor, o'zi joylash bilan olib boramiz. Xuddi shunaqangi paket bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham 3 mahal ovqati 50 boshsi, Madina ziyoratlari 7 dan ortiq, Makka ziyoratlari 10 dan ortiq. Bundan tashqari Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida kechki ziyofat, undan keyin Toif shahriga borib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati. Bir juma Madina Munavvara, bir juma Makka Mukarramaga to'g'rilangan 27-Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz amalga oshiriladi. Aynan ushbu reysimizning narxini sizlarga xuddi doimgidek $1090 narxi beramiz. Bu komfort paketimiz, gastitsasi yaqinroq, Madinada ham, Makkada ham 3 mahal taomlari bor. 50 boshlari faqatgina shu 50 ta odamga qaraydigan paketimiz hisoblanadi. Bu juda ham chiroyli yangilik, juda ham chiroyli taklif. Ko'ringlar, standart paketimiz ham yomon emas. Komfort paketda yana ham komfortroq sharoit xohlaganlarga amalga oshirib beramiz. Bizga aloqaga chiqinglar, O'zbekistonning 12 ta viloyatidan to'liq ma'lumotlar yetkazib beramiz. Qo'shni Tojikistondan bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz bemalol sizlar ham bizga bog'lanishingiz mumkin. To'liq va chiroyli xizmat ko'rsatish, rasmiy litsenziyaga ega, barchasi qonuniy. Ziyoratchilarimiz inshaalloh 100% bizdan xursand va mamnun. Biz ziyoratchilarimizni xursand qilib duolarini olish uchun ishlaymiz. Bizda pul birinchi o'rinda emas. Aloqaga chiqinglar. Ko'pchilik bo'lsalaring chegirmalarni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.